Filish ziyan emas-ku. Ziyan. Ikkisini o'chirgan. Sevarkansiz Filishni. Hali ichganim hozir ichyapman. Nima bo'ldi? Mana bu aniq qolib ketdi-da qarang. Singanda mana yarmi chiqmagan. Ana shuni hozir anaqasini yechtirsam, zamogini olib borib ustada to'g'irlatib keyin nima qilib olaman-da, yasatib olaman. Ikkinchi kaltingiz qayerda? Yo'q-da, sen yo'qotib qo'yganman. Sinmaydimi u? Hech narsa qilmaydi. Voy baba. Chang. O'shanda qulflab qolmaydi-da. Manzilga bemalol it olamiz. Tortib keta olamizmi? Haydab ketasiz? Yuradimi? Ha, yurib bemalol zamokchi aniqib qo'yverasiz. O'sha yerda qo'yib berasizmi keyin qaytarib? Aytdim-ku, yechib beraman dedi, qo'ydiraman dedingiz. Aka, hozir qo'yib tashlamadingiz. Bo'ldi, tayyor. Bo'ldimi? Men blokovka umuman tushmaydi. Aha. Mana o'chirsa ham orqaga burasiz, Ha. o'chadi. Aha. Zot qilishda oldinga burib. Ha, Aha. bo'ldi, zot qilish. Bo'ldi. Ha, tayyor. O'rtoqlar, sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, kaltini silib qo'ygan bo'lsa, ko'rsatilgan allaqachon chiqsangiz, turgan joyda mashinani zabt qilib beramiz.